Barsa Real ustidan yana bir marta kuldi. Menimcha bunisi sal oshib tushdi. Hozirroq like bosib opini bo'lib qo'ysangiz, nima haqida gap ketayotganini tushuntirib beraman. Bilasizlar, o'zi bu ikkita jamoa maydon ichida ham, tashqarisida ham bir-birini juda yomon ko'rishadi. Va agarda kimnidir kichik imkoniyat bo'lib qolsa ham, o'z raqiblarini ustidan kulib qo'yishni yoqtirishadi. Oxirgi shunaqa vaziyatni esa Barselona yaratdi. Qarabsizki, ular yaqinda bu mavsum uchun 4-liboslarini taqdim etishdi va shu kiyimning orqasida nimagadir 14, 58 va 77 raqamlari yozilgan edi. Keyin esa jamoaning rasmiy sahifasida bu daqiqalarda Eto'o bir marta va Ronaldinho 2 marta Santiago Bernabeu stadionida 2005-yilda Real Madridni 3-0 hisobida yutgan, ya'ni gol urgan daqiqalar yozilgan ekan. O'zi forma hatto Barselona muxlislarining so'zlariga ko'ra xunukgina chiqibdi. Ammo shunaqa ajoyib trolling tufayli bu internetni portlatdi. Xo'sh, sizningcha bunaqa kiyimdan yodganda bitta olgan bo'larmidingiz?